Assalomu alaykum kanal mehmonlari. Food truck fast food biznesi necha pul olib keladi? Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Aka o'zingizni tanishtiring, ismingiz kim? İsmim Rahim. O'zim Talijadanman, shu yerdan, Shofirkondan. Sho'rxon tuman Talijadansiz. Bu biznesga qanday kirib kelgansiz? Kim tomonidan yoki o'zingizga jelaniya berganmi? Biz Qozog'istonda powerlik qilganmiz. Keyin O'zbekistonga kelib, endi bir ish qilish kerak, izlanib, shu ko'rib, o'sha yerdan shunaqa fikr kelganmiz. Va shu bitta tochkaga o'rnatish necha pulga tushdi общий? Ichini to'ldirish, asbob-uskunalar hammasi bilan food truckni o'zi bilan. O'sha hammasi bizga kelib tushmay ish boshlaganiga $10,000 AQSh dollar ketdi. Bitta shu food truck uchun. Ha, shu. Hozir bundan nechta sizda? Hozircha ikkita bo'lib. Bittasi Buxorostangida, bittasi shu. Kunlik kassa qancha bo'lyapti o'rtacha? Sir bo'lmasa agar. Oyiga shu 5 million, 4 million qoladi hozircha. Endi shu bir ishchini oyligida yomon emas. Yomon emas, boshlanishi normal, yaxshi bu. Shofirkon tumaniga fast food 1-2 yil ichida endi o'sa boshladi. Niyatlab boramiz. Bo'lmasa, akangizga katta rahmat, ishlaringizga omad. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Savdoyingizga baraka bersin. Sog' bo'lasiz.